alaykum, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar. Bizlar ko'rayotgan obunachilarimiz Anjomdagi Oltinko'ldagi obyektimiz bitib qoldi. Mana motorlarni ham o'rnatib yurg'izib oldik. Ishlash jarayonlari. Xudo xolisa qo'lli motorimizni o'rnatib ishlab oldik. Xudo xolisa motorlar ishlashi hozir jim o'tadi. Obratga ham mo'jam xudo xolisa. Gradusda ham 35 gradusda. Hop. Qo'lli motor o'rnatib edik. 14 ga 12 ga 4, balandlik 370. Xudo xolisa chesnokka saqlashyapman. Chiroyli sifatli xonadonga chiqdi. Hop. Oksiyni ishlab qildi. Mana ochaylik Mirzo. Yozib qo'yasizlar, video qo'yamiz. Oltinko'lda Muhammadjon akaning o'ylariga chesnok yaralisi kelaveringlar, xudo xolisa. Optim. O'g'illari. Xo'p, ko'proq bizda so'rashadi. Nimaga kendi palyuretan deb o'q qo'yapsizlar deyishdi. Biz hech kimimizdan 15 lik qilib berdik. Bu klient o'zlari aytganlari uchun. Atak ko'proq kendi palyuretan ishlatamiz. Isparitilimizdan xudo xolisa alyuminiyli bo'ldi. O'ta chiroyli chiqdi. Alyuminiy juda ham go'zal holatda berdi. Narxida isparitil, kondensator, motor, kendi palyuretan, servis, kendi palyuretan barcha mahsulotlarga telefon qilaverasizlar. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, mana klientimiz o'zlari iltimos qilganlari uchun oq qilib ber deganlari uchun oq qilib berdik, lekin hechimiz 15 qilib beramiz deb rozi bo'ldilar, 15 mingdan qilib berdik. Kimga xizmat bo'lsa shunaqa aloqaga chiqaverasizlar. Doim xizmat qilamiz. Rozi bo'lasizlar, mana.